mashq holatdan mashq holatga kelgungacha sakin jamoasi nima etaplardan o'tadi? Qurilish qilayotgan akalarimizda juda ham ko'pincha savol tug'iladi. Simni suvodan oldin yoki suvodan keyin tortishi. Menimcha eng ideal variant shu. Chunki suvodan keyin siz suvni buzishga ham vaqtingiz, ham pulingiz ketadi. Simni tortayotganda idealni chiqish uchun bunga o'xshagan proyektingiz bo'lsa, professional darajada ishingiz bitadi. Obyektimiz to'liq 100% bitgungacha ham shunaqa holatda ham bo'ladi. Bu holatda bizda simlarimiz tashalgan, iprazmonka qilingan. Sakin jamoasi bu montajda ideal hisoblanmaydi, lekin har doim biz klientning xohishidan, cho'ntagidan kelib chiqib harakat qilamiz. Obyektni shu holati deyarli bitgan bo'ladi, lekin eng asosiy bo'yoq ishlari bitmagan bo'ladi. Shundan oldin e'tibor beradigan joyi bo'ladi. Simlarni tekshirib olish shart bo'ladi. Agar simlarni tekshirib olmasangiz, undan keyin bo'yoqlarni buzib yana boshqatdan rasxodga tushasiz. O'zingiz ko'rganingizdek, bitta proyekt shu holatga kelgungacha nechta etapdan o'tiladi. Bu etaplarni agar oldindan biladigan jamoa bo'lmasa, siz kutgan natijaga erisha olmaysiz. Agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Sakin jamoasiga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.